Adenoviyozni 4-darajasida bachadon olib tashlash ehtimoli yuqori. Men ginekolog jarroh, endoxirurg Jo'rabek Ulug'bekovich 10 yillik ish stajiga egaman. Bizning ish faoliyatimiz homilador bo'la olmayotganlar, tuxumdon kistalari, bachadon miyomalari, bachadon poliplari, plastik amaliyotlar, ya'ni siydik tuta olmaslik, aloqa paytidagi diskomfort, aloqa paytidagi havo kirganlik hissalari bilan shug'ullanamiz. Barcha turdagi ginekologik amaliyotlar bizda mavjud, ya'ni zamonaviy turdagi amaliyotlar barchasi. Ginekologiyaga oid foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling. Ko'pchilik savol beryapti, adenoviyoz hamda bachadon miyomasi bir xilmi yoki har doim birga keladimi deb. Adenoviyoz bu nima? Adenoviyoz bachadonning ichki endometri qavatini bachadon mushak qavatiga o'sib chiqishi. Adenoviyozning 4 darajasi bo'ladi. Boshida adenoviyoz o'choqli formada bo'ladi. Ya'ni bachadonni bitta bu qismida, bitta etida, bitta betida bo'ladi. Agar to'g'ri davo muolajalari, gormonlarni to'g'rilaydigan bo'lsak, adenoviyozni konservativ davo muolajasini qilsak bo'ladi. Ba'zi holatlarda adenoviyozni 3-4-darajaga kelganda, ya'ni diffuzniy formasida kelganda aniqlanadigan bo'lsa, bunda faqatgina bachadonni olib tashlash kerak bo'ladi. Qachonki bachadondan sababsiz qon ketadigan bo'lsa yoki har doimgi og'riq bo'lsa yoki bachadon razmeri ayolning yoshiga nisbatan katta bo'ladigan bo'lsa, bachadonni olib tashlash ehtimoli yuqori bo'ladi. Agar sizda adenoviyoz boshlang'ich darajada aniqlangan bo'lsa, darhol ginekologga murojaat qiling. Adenoviyozni keltirib chiqadigan sabablarni keyingi videolarimizda kuzatib boring.